Assalomu alaykum. Siz onlayn matematika kanalidasiz. Siz bilan Sirojiddin Qodirov. Demak, bugungi darslarimizda 3-sinf matematika darsligining 4-qismi 138-dars takrorlash darsini 6 ta mashqni to'liq ishlab beramiz. Demak, buning uchun siz videolarimizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Demak, hozircha 2-mashqdan boshlaymiz. Xo'p, demak, 2-mashqqa e'tibor qilishingizni so'rayman. Sonlarni raqamlar bilan yozing deyilgan. Xo'p, keling, buni qanday qilib oson usulda bajarishni ko'rsataman. Demak, 12 million yozamiz. Xo'p, 12 million demak, 2 raqami bu 1 millionlarni ifodalaydi, 1 raqami 10 millionlarni ifodalaydi. Endi e'tibor qiling, bundan keyin milliondan oldin keladigan 100 mingliklar. U joyda, bu joyda hech qanday 100 ming haqida gap ketmagan, shuning uchun 0 yozib olaman. Xo'p, endi 54 ni yozamiz, ya'ni bu joyda 54 10 mingliklarni, 4 esa mingliklarni ifodalaydi. 120 yuzliklarni mana bunday qilib yozamiz. Demak, 12 million 54 ming 120. Xo'p, demak, buni yozib oldik. Keyingi songa o'tishimiz mumkin. Xo'p, e'tibor qilamiz. Agar 8 million 138 ming 554 berilgan bo'lsa, buni quyidagicha yozib olaman. 8 million, demak, bu millionlar xonasi, 100 minglar xonasida 1 bor, 10 minglar xonasida 3, minglar xonasida 8, hop, 100lar xonasida 5, 10lar xonasida yana 5 va 1lar xonasida 4. 8 million 138 ming 554. Demak, aynan mana shu ko'rinishda yozib olasiz. 20 million 217. Demak, yozishni boshlayman. 20 ni yozaman. 20 million. Demak, endi 10 millionlar xonasida 2 turibdi, 1 millionlar xonasida 0 turibdi, 100 minglar xonasida hech nima yo'q. Shu sababdan 0 ni yozaman. Hop, 10 minglar xonasida hech nima yo'q, 0 ni yozaman. Minglar xonasida hech nima yo'q, 0 ni yozaman. Hop, 100lar xonasida 2 bor. Buni yozaman. 10lar xonasida 1 va 1lar xonasida 7 bor. Demak, 20 million 217 sonini yozdik. Hop, endi quyidagicha holat berilgan, ya'ni bizga mashq berib turib, keyin undan keyingi qismini so'z bilan yozishimizni so'rashyapti. Hop, keling, mana uni ham bajaraman. Demak, 560 bo'lingan 7. Hop, demak, bu 80 ni bildiradi. Hop, 80 ni yozib olaman dastlab. Demak, 80 million. Hop, endi 1000 bo'luv 4. Demak, 250 ming. Yozaman 250 ni. Hop, keyingisi 760 bo'luv 19. Hop, 760 ni 19 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 40 chiqadi. 40 ni yozib qo'yamiz. Demak, mana bu bunday bo'ladi. Hop, navbatdagi F shartimiz 44 ayru 29. Demak, bu 15 bo'ladi. 15 ni yozaman. Hop, keyingisi. Hop, 32 ko'paytiruv 8. Hop, demak, 32 ni 8 ga ko'paytirishim kerak. Hop, 256 bo'ladi. Demak, 256 ming bo'lgani uchun 256 ni yozaman. Keyingisi 22800 bo'lingan bizda 638. Hop, 38 sonini yozishdan oldin bitta e'tiborni qiling. 38 mana bunda 3 va 8 birlar, 10lar xonasi, 100lar xonasida yo'q bo'lgani uchun mana bu joyga 0 ni yozaman, keyin 38 ni yozaman. Demak, bizda hop 15 million 256 ming 38 soni paydo bo'ldi. Endi keyingi sonni yozib qo'yamiz. Keyingi sonimiz ham misol ko'rinishda berilgan bizga. Hop, keling, misolga e'tiborimizni qarataylik. 337 ayru 300 da berilibdi bizga. Hop, demak, bu 37 million. Hop, demak, ruchkani almashtirib olaman hozircha. 37 million. Hop, endi 600 bo'lingan 15. Demak, 600 ni 15 ga bo'ladigan bo'lsa 40 chiqadi. 40 ming. Hop, 100 mingliklar xonasi bo'sh bo'lganligi uchun 0 yozaman, 40 ni yozdim. Hop, endi 121 qo'shuv 199. Hop, demak, buni qo'shib olaman. Hop, 320 hosil bo'ladi tashmasam. Ha, xuddi shunday, 320. Hop, endi mana shu joyda e'tibor qiling. Hop, 100 mingliklar xonasi bo'sh bo'lgani uchun bitta 0 ni yozdim. Natijada bizda 37 million 40 ming 320 degan son paydo bo'ldi. Hop, keyin navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin bo'ladi. Hop, qadrli do'stlar, mana bu birinchi mashq haqida so'rashingiz mumkin. Mashqda hop, menda ancha yo'q xira ekan, grafik planshetimning yordamida bu videoni ochganda biroz xira, shu sababdan hop, bu mashqni aniq bajara olmadim. Hop, bizdagi kitob ijtimoiy tarmoqlardan ko'chirilganligi sababli biz bu kitob bo'yicha biroz qiyinchiliklarga duch kelmoqdamiz.
qaysidir kanalimiz a'zosida buni tiniq, hop, maxsus skaner yordamida skanerlangan variant bo'lsa, bizga tashlab berilsa, bu yaxshi bo'lar edi. Ya'ni navbatdagi darslarimizda tiniq qilib o'tar edik. Hop, demak, 3-mashqqa o'tishimiz mumkin bo'ladi. Dastlab rost mulohazalarni, keyin yolg'on mulohazalarni o'qing. Yolg'on mulohazalarni rost mulohazalar bilan almashtiring deyilgan mashqlarda. Hop, keling, rost mulohazalarni yozaman. Rost. Hop, 6338 784 dan katta. Demak, buni bo'yab qo'yaman. Rost mulohaza bo'lganligi uchun. Hop, yashil bilan bo'yaymiz. Hop, keyingisi 90.000 teng 9.000. Demak, bu xato mulohaza. Shu sababdan uni boshqa, masalan, sariq rang yordamida bo'yab qo'yaman. Bu yolg'on mulohaza. Hop, keyingisi 450.300 kichkina yoki teng deyilgan 450.040 dan. Bu ham yolg'on mulohaza. Demak, buni ham sariq rangga bo'yab qo'yaman. Hop, keyingisi 6709 6758 dan kichkina. Bu rost mulohaza. Demak, buni yashil rangga bo'yashimiz kerak bo'ladi. Hop, yashil rangga bo'yab qo'yaman buni. Hop, demak, bu yashil rangga bo'yadik. Hop, keyingi mulohazaga qaratamiz. Bu mulohaza ham rost mulohaza, ya'ni 230.000 20 dan katta. Hop, mana shu joyda hop, biroz xatolik bor ekan. Keling, buni ham yolg'on mulohaza qatoriga kiritamiz. Hop, xatolik nimada? Xatolik shundaki, ushbu mulohazamizda kattaligi aytilgan, kattaligi to'g'ri, lekin teng deb bilingan. Katta yoki teng belgisi bor. Ya'ni mana shu hop belgi mulohazamizni yolg'on mulohazaga aylantirib qo'yadi. Keyingisi 220.000 220, 220.000 22 dan kichkina deyilgan. Demak, buni ham to'g'rilab qo'yamiz. Yolg'on mulohaza. Hop, endi bizga topshiriq berildi. 2 ta rost mulohaza bor bizda, 4 ta yolg'on mulohaza. Ushbu yolg'on mulohazalarni rost mulohaza qilib yozishimiz kerak. Demak, birinchisi rost bo'lishi uchun mana bu 90.000 katta bo'lishi kerak 9.000 dan. Demak, mana bu rost mulohazaga aylandi. Keyingisi hop 230.000. Hop, mana bu tengsizlik belgisi noqat'iy turibdi. Qat'iy katta 20 dan deb yozishimiz kerak. Mana bu kichkina bitta ayirish belgisi qo'yilmasa, bu qat'iy tengsizlikka aylanadi. Keyingi mulohazamiz 450.000. Hop, bitta nol ortiqcha qoldi. 450.300 qat'iy katta 450.040 dan. Hop, keyingi mulohazamiz 220.000 220 katta 220.000 22 dan. Demak, biz topshiriqni bajardik. Navbatdagi topshiriqqa o'tishimiz mumkin bo'ladi. Hop, keyingi topshiriq. Hop, afsuski bizda 4-mashqdagi rasm ham to'liq emas ekan. Hop, demak 5-mashqqa o'tishimiz mumkin. Hop, 5-mashqni ko'ramiz. Madina Aziza bilan istirohat bog'i yonida uchrashishga kelishib oldi. Madinaning uyidan istirohat bog'igacha bo'lgan yo'l 1 kilometr 450 metrni tashkil etadi. Hop, keling, birinchi navbatda shuni metrga aylantirib olaman. Demak, 1450 metr. Hop, Madina, ya'ni 50 metr taqsim minut tezlik bilan yurdi. Hop, demak, tezlik berildi bizga, masofa ham bor. Hop, vaqtni topish uchun biz 50 ga bo'lib yuborishimiz kerak buni. 50 metr taqsim minut. Hop, endi hop, bo'lishni amalga oshira olaman. Demak, Madina istirohat bog'iga demak, u 29 minutda yetib borgan. Uydan istirohat bog'iga. Hop, Madina istirohat bog'iga 15:15 da yetib kelgan bo'lsa, u uydan soat nechida chiqqan? Hop, demak, 15:15 dan 29 minutni ayirib tashlashim kerakman. Hop, e'tibor qiling, mana bu 15 minuti ketdi. Ya'ni mana bu 29 ni 15 minut ketdi. Natijada bu joyda 14 minut qoldi. 15 dan 14 ni ayiramiz. Ya'ni soat 15 dan 14 minutni ayirib tashsak, hop, 14:46 da chiqqan. Uydan. Hop, endi keyingi shartga o'taman. Ular 15:00 da uchrashib kelishgan bo'lsa, Madina nechida chiqish kerak edi? Endi hop, 15:00 da uchrashishga kelishilgan bo'lsa, u 15 minut kechikib chiqqan. Mana bu 14:46 dan 15 minut ayirib tashlayman, 14:31 da chiqish kerak edi. Demak, bu oxirgi javob bo'ladi. Hop, navbatdagi masalaga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 6-mashqqa murojaat qilamiz. 6-mashqqa e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi.
Hop, demak buni amallar tartibini belgilagan holatda bajaramiz. Hop, siz ustuncha usulda bajarishingizni maslahat beramiz. Men esa buni joyini tejash maqsadida to'g'ridan-to'g'ri javobni ko'raman. Demak, bu birinchi ish, mana bu ikkinchi ish, bu uchinchi ish va mana bu to'rtinchi ish bo'ladi. Hop, birinchi ishda 3978 ni 3 ga bo'lishimiz kerak ekan. Hop, demak 1326 chiqadi bizda. Demak, birinchi ishda 1326. Hop, keling yozib olaman. 3978. Hop, bo'lingan 3 1326. Hop, ikkinchi ishda o'sha 1326 ga qo'shishimiz kerak 9731 ni. Hop, demak unga qo'shamiz 9731. Javob 110057. Hop, 110057. Hop, endi mana shu joyda bitta narsaga diqqat qilishingizni so'raymiz. Hop, 3 va 4 ishlarni quyidagicha yozishimiz mumkin. Ya'ni matematikada shunaqangi chiroyli qoidalar bor. Hop, shu qoidalardan birini ishlataman. Ya'ni, hop, demak bunday bo'yasam xato bo'lar ekan. Keyin to'g'rilab ketay. Hop, yashil rangga bo'yab ko'rmoqchiman. Hop, mana bu amallarni birinchi, 4-ishni bajarmoqchiman. Ya'ni shunda 14 ni 7 ga bo'lish og'zaki bajarish mumkin bo'lgan amal. Shuning uchun 14 ni 7 ga bo'lsam 2 chiqadi. 110057 ni endi 2 ga ko'paytirib qo'ysam bo'ladi. 110057 ni ko'paytiraman 2 ga. Hop, 110 emas, adashib ketdim. 11057 ni ko'paytiraman 2 ga. 22114. Demak, javob 22114. Hop, demak, bizga bu qismi endi kerak emas. O'chirib tashlasak ham bo'ladi. Hop, o'chiramiz. Hop, endi e'tibor qiling. Keyingi ikkinchi mashqqa o'taman. Ikkinchi mashqqa e'tiboringizni qaratishingiz mumkin. Mana bu joyda. Demak, bu 3 ta amal bilan chiqadi. Hop, demak, birinchi qiladigan ishimiz birinchi ish 24600 ni 4 ga bo'laman. Hop, natijada 6150 degan javob kelib chiqadi. Bu birinchi ish edi. Ikkinchi ishda hop, endi 36048 ni 24 ga bo'laman. Bir ming 502. Uchinchi ishda endi hop 6150 dan ayirishimiz kerak 1502 ni. 4648 chiqadi. Demak, mana bu joyga 4648 deb yozib qo'yaman. Hop, endi 3-misolga o'tishimiz mumkin. 3-misolga e'tibor qarating. Demak, 3-misol mana bu joyda ekan. Hop, 3-misolimizda nima deyilyapti? Demak, birinchi ish mana bu ish bo'ladi. Bu birinchi ish. Hop, ayirish amali ikkinchi ish va qo'shish amali uchinchi ish bo'ladi. Demak, birinchi ishdan boshlayman. Birinchi ish 47500 ni bo'laman 50 ga. Hop, demak bizda 47500 bo'luv 50 degan misol bor ekan. Bu 950 chiqadi javobi. 950. Hop, endi ikkinchi ish 89083 dan ayiraman 950 ni. Demak, 89083 dan ayirishimiz kerak 950 ni. 88133 degan javob chiqadi bizda. 88133. Hop, endi 3-ish. Hop, 3-ishga 88133 ga qo'shishimiz kerak. Hop, 20511 ni. 20511. Hop, 108644. 644. Demak, hop, yakuniy javobni yozaman mana bu joyga. Bir 108644. Hop, endi navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Navbatdagi mashqqa e'tibor qarating. Hop, demak, amallar tartibini belgilayman. Birinchi ish qo'shish amali, ikkinchi ish bo'lish amali va uchinchi ish ayirish amali. Hop, birinchi ishga murojaat qilaman. Hop, demak, 11108 ga qo'shaman
3921 ni. Demak, 15029 degan javob kelib chiqadi bizda. Endi ikkinchi ish. Hop, 22545 ni bo'laman 9 ga. Demak, 22545 ni hop 9 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 2505 degan javob kelib chiqadi. 2505 degan javob kelib chiqdi. Uchinchi ish. Endi uchinchi ish birinchidan ikkinchisidan ayirishimiz kerak. Ya'ni hop 15029 dan ayirishimiz kerak 2505 ni. Hop 12524 degan javob kelib chiqadi. Demak, mana bu joyga javob yozib qo'yaman. 12524. Hop, demak, qadrli do'stlar, biz 6-mashqni yakunladik. 7-mashqqa o'tishimiz mumkin. 7-mashqqa o'tishdan oldin mana bu doskachamizni tozalab olaman. Ya'ni bizga mana shu joy yordam beradi. Hop, demak, o'chirib tashlaymiz mana bu chiziqni ham. Madina har kuni necha qadam yurishni sanashga qaror qildi. U ertalab, hop, demak, yozaman, ertalab. U ertalab 2785 qadam, tush paytida esa ertalab yurgandan 1204 qadam ko'p yurdi. Demak, tushda ertalabkidan 1204. Demak, buning uchun topish uchun 2785 ga 1204 ni qo'shishim kerak. Agar Madina jami 8112 qadam yurgan bo'lsa, kechqurun qancha yurgan? Hop, demak, yozib qo'yamiz mana bu joyga. Hop, kechda hop x qadam yurgan deylik. Hop, jami 8112 qadam. Hop, endi tenglama tuzib olaman. Ya'ni 2785 qo'shilgan 2785 qo'shuv 1204 qo'shuv x barobar 8112. Demak, biroz sig'magan uchun murakkablashib ketdi. Keling, dastlabki qiladigan ishimiz, hop, birinchi berilgan mana bu 3 ta sonni qo'shib olishdan bo'ladi. Hop, mana bu 3 ta sonni qo'shib olaman. Qo'shib olib, javobni yozib ketaman pastga. Demak, bizda 6774 degan javob kelib chiqyapti hozircha. Hop, 6774 qo'shuv x teng 8112. Hop, x ni topish uchun bu joyda biz x teng 8112 dan ayiramiz 6774 ni. Demak, bu joydan x barobar bo'ladi 1338 qadamga. Demak, javob u kechki payt 1338 qadam yurgan deyishimiz mumkin bo'ladi. Hop, qadrli do'stlar, demak biz 7 ta mashqni bajardik. 7 ta mashqdan 2 tasi texnik nosozliklar tufayli qolib ketdi. Buning uchun sizlardan uzr so'raymiz. Agar darslarimizdan qandaydir manfaat olgan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va like tugmachasini bosib qo'ying.